Barselona muxlislari uchun yana noxush xabar. Shu kunlarda noxush xabarlar soni juda ham ko'payib ketyapti. Barselona uchun jonini fido qilgan 2022-yildan 2024-yilgacha o'zini prime davrini barchamizga namoyish eta olgan va eskitdan Barselona uchrashuvlarini ko'rib keladigan haqiqiy Barselona muxlislarini yuragidan joy olishga ulgurgan Ronald Araujo Barselonani tark etishga yaqin turibdi. Agar Ronald Araujo Barselonani tark etadigan bo'lsa, bu umuman adolatsizlik bo'ladi. Chunki Flick Araujoga umuman imkon bermadi. Araujoning formasini butunlay sindirdi. Araujoni endi boshqa jamoalarga qo'yib yuboradigan bo'lsa, bu umuman adolatli qaror bo'lmaydi. Araujo Barselona uchun o'zini qurbon qilgan. To'g'ri, bitta-ikkita katta o'yinlarda qizil kartochka olgan, lekin bu faqatgina Araujo emas. Erik Garcia ham qilgan. Bir nechta Barselona futbolchilari bu ishni qilgan. Lekin nimaga Ronald Araujoni yomon ko'rib qolasizlar, men tushunmayman. O'sha Viniciusni cho'ntagiga solib qo'ygan paytlarda eslang, Barselonaning himoyasida hech kim qolmaganda Araujo jonini qurbon qilib, jarohatlarsiz Barselonaga o'zini shunchaki tashlab bergan futbolchi hisoblanadi. Bu futbolchini yomon ko'rishlik menimcha haqiqiy Barselona muxlislari uchun emas. Yana bilmadim, fikringizni kommentariyaga yozib ketinglar. Gitme son günüme kadar, kalp durana kadar.